Sobiq SSR paytida Igor Savitskiy ismli rassom hamda kolleksioner o'sha paytda 1 tiyinga qimmat bo'lgan, yashirincha chizilgan, yashirincha saqlanayotgan durdonalarni yig'ib, arzimagan choychaqaga sotib olib yoki tekinga olib, Qoraqalpog'istonga eng e'tibordan chetga olib kelib saqlab qo'yadi, kolleksiya qiladi, yig'adi, lekin oradan ancha yillar o'tib bu avangard san'at durdonalari shu qadar ulug'lanib ketadiki, hozir Savitskiy Qoraqalpog'iston san'at muzeyi dunyoda eng boy 2-darajali rus avangard muzeyi hisoblanadi. Buni cho'ldagi Luvr deb ham ulug'lashadi. Uni ko'rish uchun ishoninglar, Fransiya, Italiyadan deyarli har kuni tomoshabinlar, sayyohlar keladi. Bo'lmasa Qoraqalpog'istonda boshqa arzigulik narsa yo'q. Agar muzey sohasidan olib qaraydigan bo'lsak, umuman O'zbekistonda Savitskiychalik arzigulik muzey yo'q yoki tomosha qiladigan zo'r joy yo'q. Nafaqat O'zbekiston, O'rta Osiyoda olib qaraydigan bo'lsak ham Savitskiy muzeychalik undan-da ulug' bo'lgan dargoh yo'q san'atshunoslar uchun. U yoq bizani faxrimiz. Men borganman, sizlar ham borsanglar ko'rasizlar, u yoqda chet ellik, italyan, fransuz, amerikalik, nemis, boshqa balobattar davlatlardan, uzoq-uzoqlardan kelgan insonlarni juda ko'p uchratasizlar. U yoqdagi eng mashhur san'at asari buqa tasviri bo'ladi. Biz borganimizda uni ko'ra olmaganmiz, chunki u ko'pincha ko'rgazmalarga olib ketilgan bo'ladi. Boringlar, ishonchinglarni oqlab beradi.